Aholi daromadlarini oshirish, kambag'allikni qisqartirish, ish o'rinlari tashkil etishda tomorqadan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois xonadonlarda azaldan shakllangan ko'nikmalardan kelib chiqib hunarmandchilik, tomorqa va issiqxona xo'jaligi, bog'dorchilik, gulchilik, parrandachilik kabi yo'nalishlarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Navbatdagi lavhamizda gulchilik va ko'chatchilik sohasida uzoq yillik tajribaga ega jondorlik tadbirkor ayol faoliyati haqida so'z boradi. Jondorlik tadbirkor ayol Mukarram Azimova o'zi sevgan kasbiga yillar davomida sadoqat bilan yondashib, uni mehr bilan rivojlantirib kelyapti. U har bir gul novdasida o'zgacha go'zallikni ko'ra oladi. Shu tufayli u parvarish qilayotgan gullar tarovati hech kimni befarq qoldirmaydi. Bu sohada u 30 yillik tajribaga ega. Yillar davomida gul yetishtirish uning nafaqat kasbi, balki sevimli mashg'uloti, ko'ngil ishiga aylangan. U har bir gul ko'chatini mehr bilan parvarishlab, uning o'sishi, gul ochishi va chiroyli ko'rinishga kelishi uchun doimo izlanib mehnat qiladi. Mukarram opa qish faslida issiqxonada, yoz oylarida esa hovlisida turli xildagi gullarni yetishtirib keladi. Qishning sovuq kunlarida ham uning issiqxonasida hayot qaynaydi. Turli xil gul ko'chatlari, yashil nihollar va nafis gullar sovuq havoga qaramay o'zining chiroyi bilan kishiga xush kayfiyat bag'ishlaydi. Biz hozir ana shu gulchilik sohasi bilan 20 yildan oshib ketdi. Oldin shu o'zimizga uyda o'stirib yurardik, keyin ko'paytirib ularning turlarini bozorga olib chiqib sotib nima qildik. Hozirgi kunlarda kitayskiy rozalar, qora shahzoda, keyin sheflera gulimiz bor. Gullarning turi juda ham ko'p. Ishimizni rivojlantirish uchun ana o'tgan yili tadbirkorligimiz uchun kam foizli kredit olib biza yanada gulchiligimizni turlarini ko'paytirish uchun anavi qildik. Faoliyatimizni yaxshiroq yana rivojlantirish uchun shu kreditdan foydalanib yanada gulchiligimizni kengaytirdik. Gullarning turfa ranglari, yoqimli hidi va yashilligi xonadonga alohida fayz bag'ishlaydi. Mukarram opaning hovlisiga kirgan inson avvalo gullarga bo'lgan mehr va e'tiborni his qiladi. Bu esa oilada mehnatga, hunarga va halol rizq topishga bo'lgan munosabat yuksak ekanligidan dalolat beradi.